Do'stlar, biz kombinat bozoridamiz. Sitora kombinat bozori boshqa bozorlardan nimasi bilan ajralib turadi? Kombinat bozori arzon narxlari bilan ajralib turadi. Endi bu yerda gilamlarni ham o'ta arzon narxlarda xarid qilishlar mumkin. 25-noyabrdan 4-dekabrgacha Sagilo markazi remontga yopilish munosabati bilan mega chegirmalar e'lon qildi. Do'konda gilamlarning kvadrat metri 42 ming so'mdan, xolasalaring tayyor, xolasalaring metrajnisi bor ekan. Masalan, mana bu 3 ga 5 gilam 630 ming so'm ekan. Mana bu 3,5 ga 5 kilomimiz esa 735 ming so'mdan bemalol mehmonxonangizga tushadi. Mana bu 3 ga 3,5 kilom esa 440 ming so'mdan rasprodaja bo'lib ketdi. Do'konda Sag va Tiges firmasining eng sifatli chiroyli gilamlarini turli xillardan topsalar bo'ladi. Bu yerda premium sifatdagi gilamlar ham bor. Xohlasalaring metrajni, xohlasalaring tayyorini olishlaring mumkin. Bular ham chegirmada kelib olib ulgurib qolinglar. Bu yerda palaslarning ham har xil turlari bo'lib, kvadrati 25 ming so'mdan 42 ming so'mgacha ekan. Manzil kombinat bozoridan kirganda 103 bitaydan keyin o'ng qo'lda, Mol bozor tomondan kelsalar chap qo'lda. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laninglar. Bu videoni barcha farg'onaliklarga jo'natib qo'yinglar. Ketdi.